Urug'li meva bog'larida bajariladigan agrotexnik tadbirlardan eng muhimi hisoblangan aldamchi belbog'lar haqida to'xtalib o'tamiz. Aldamchi belbog'lar nima uchun kerak? Hosilga kirgan meva bog'larini zararkunanda va hasharotlardan himoya qilishda eng ekologik toza usullardan biri aldamchi belbog'lar qo'yish hisoblanadi. Aldamchi belbog'larni 3 ta turi bo'lib, birinchisi quruq, ya'ni poxol yoki quruq mato hisoblanadi hamda yopishqoq moddadan foydalanadi hamda quruq yoki poxol madoga bir yo'la kimyoviy preparatlar shimdirilgan holda qo'llanamiz. Aldamchi belbog'larni qo'llash haqida to'xtalib o'tamiz. Aldamchi belbog'lar yilda 2 marta, ya'ni kuz oylarida hamda erta bahorda, ya'ni hasharotlar tinim davriga kirishdan oldin hamda tinim davridan chiqayotgan paytda qo'llanadi. Aldamchi belbog'lar yerdan 40-50 sm yuqoriga, ya'ni biz bu yerda hozir quruq aldamchi belbog'dan, ya'ni poxoldan foydalanamiz. Yuqoriga qo'llanadi. Aldamchi belbog'lari hasharotlar qishlash uchun kiradi hamda daraxt yuqorisiga ko'tarilayotgan hasharotlar bundan issiq bo'lgani uchun ichida qishlash uchun kiradi. Biz buni har hafta bir marta tekshiramiz. Ichiga tushgan hasharotlarni yoqib yuboramiz yoki kimyoviy preparatlar botirilgan suyuqlikka botirib olamiz.